Assalomu alaykum, hurmatli gruppamiz kuzatuvchilari. Mana inshaalloh obyektimizni to'liq jihozlari bilan bitdi. Mana Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Klientimizga bu jarayon juda ham Xudo xolasa yoqdi. Sababi hamma narsani bir-biriga kombinatsiya bo'lsin degan maqsadda ranglardan kerakli joyiga, kerakli holatda foydalandi. Mebellarni ham dapatologiya qilganimiz sababi dizaynerskiy remontni iloji boricha joyidan budjetning variantini ham ekonom tomonini ham o'ylab chiqish holatlarini ko'rib chiqib shunga qarab turib qilingan. Xudo xolasa atpichat ushlamaydigan materiallarda qilindi. Xudo xolasa ichlariga ham antisolli qilib polni podsvetkalar qilingan. Hammasini mana ko'rayotganinglardek tachili qilib qilingan. Mana Xudo xolasa hech qanday kuch sarflashga ham hojat yo'q. Ko'rayotganinglardek. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Ustoz Ziyobek kanaliga Xudo xolasa obuna bo'lib murojaat qilinglar. Shunaqa chiroyli holatda Xudo xolasa elimizni, yurtimizni xizmatini qilib beramiz. O'tishda davom etinglar. Xudo xolasa keyingi ish jarayonlarimizdan qo'yib boramiz.